Hali bir yollar birbirine qulay qarg'a deydi. Eskilarda bir naql bor. Qarg'ani ko'zin cho'qimaydi degandek bu lekin shunga majbur qilingki qarg'alar chiqishiga bu qarg'a niqobini kiyib bu mansabda o'tishiga biz qarshilik qilishimiz kerak. Buning uchun bildirishimiz kerak. Siz bildirsangiz, hamma bildirsa, yurtimiz obod bo'ladi, ko'chalar azbalanar, suvimiz, tugimiz bo'ladi. Gullab yashnaydi O'zbekiston. Bitta lek bo'lsa azizlar. Hurmatli yurtdoshlar, yaxshilik bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishish nasib aylasin. Har bir xonadoningiz to'yi bo'lsin. Eng yaxshi tilaklar sizlarga yor bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar azizlar. Hammangizga sog' salomatlik tilayman. Hammangizga sog'ligingiz bo'lmasa bular bir eng kerak sog'lik. Shuning uchun sog' salomatlik, tinchlik tilayman. Uyingizga, xonadoningizga, yurtimiz tinch bo'lsin. Biz to'ylar qilaylik, o'ynab kulaylik. Farzandlaringiz baxtiga, yaqinlaringiz baxtiga omon bo'linglar azizlar. Sog' salomat bo'linglar. Sizlarga sog'lik tilayman.